darsimizda ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, Pythonda arifmetik amallarni qanday bajarsak bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib oddiy arifmetik amallar haqida gaplashamiz va kodlarni qanday yozish kerakligini ko'rib chiqamiz. Demak, beradigan bo'lsak, masalan, a teng beradigan bo'lsak, 2b teng masalan 3 bo'ladigan bo'lsa, demak bu yerda qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini hozir ko'rib chiqamiz. Demak, chiqarishda demak printdan foydalanamiz. Demak, print demak ikkita qo'shtirnoqchaga yozishimiz mumkin. Qo'shish deb yozib chiqarishimiz mumkin bo'ladi va keyin o'zi kerakli bo'ladigan joyga demak formula yozishimiz kerak. Masalan, a plus b bo'ladigan bo'lsa to'g'ri bo'ladi. Demak, keyinchalik bularni qayta ishlab ketishimiz mumkin. Demak, xatoga yo'q qo'ydik. Demak, buni olamiz. Xatoga yo'l qo'ydik. Demak, xato beryapti degan bo'lsak, bizlarda qandaydir xatolikdan foydalanadi. Hozir ko'rib chiqamiz buni. Demak, hayallanishni to'xtatadigan bo'lsin. Demak, keyingisi yana print va keyingisi ayirish. Bo'lishimiz mumkin. Keyin ko'paytirish, bo'lishda yozib chiqamiz. Demak, ko'paytirish demak yozishimiz mumkin. Bo'lish Uyda kerakli bo'lgan operator ishlatishimiz mumkin. Demak, burada bo'lishni ishlatishimiz kerak bo'ladi. Bo'lish. Bunda demak, kerak bo'ladi ko'paytirish. Va mana bunda kerak bo'ladi bizlarga ayirish. Ko'rishimiz mumkin. Demak, ikkita qiymatni berdik bizlar o'zgaruvchilar deb. Demak, 13 demak pastda ko'ryapmiz. Printga birinchi deyapmiz. Qo'shishni chiqar, keyingisi esa ko'paytirishda chiqar. Demak, oxirida esa bo'lishdi. Demak, ularni endi ishlatib ko'ramiz. Demak, pastda ko'rishimiz mumkin. Demak, qo'shishda 13 bo'lyapti, ayirsak 7 bo'lyapti, ko'paytirsak 30 va bo'lganimizda 3,3 bo'lib chiqyapti. Demak, bu yerda yozgan dasturimiz, arifmetik amallarimiz, arifmetik operatorlarimiz hammasi to'g'ri ishlayapti deb qarasak bo'ladi.
Endi biza ko'rib chiqishimiz kerak butun bo'lish va qoldiqli bo'lish masalasini. Demak, qanday hollarda butun bo'linadi va qanday hollarda qoldiqli bo'linadi. Demak, bu yerda sразу ko'ramiz. Masalan, printda foydalanib, print deymiz. Demak, butun bo'lish. Bo'lish deylik. Qo'yamiz va mana bu yerga kerakli formulani o'zimiz mumkin bo'ladi. Demak, virguldan keyin yozamiz 11 ikkita slashdan foydalanadigan bo'lsak, yozamiz 3. Demak, bizlarga natijani chiqarib berish kerak 3 degan. Va keyin yana ko'rib chiqishimiz mumkin. Birinchida bo'lish qo'ydik. Qoldiqli. Qoldiqli bo'lishda qanday bo'lishimiz kerak bu yerda? Ba'zi bir natijani chiqarish uchun demak, foizli bo'lish kerak bo'ladi. Demak, shift s qilamiz. Ichiga 3 ga bo'ladigan bo'lsak, bizda qoldig'ini chiqish kerak bo'ladi. Demak, 1 chiqish kerak bo'ladi. Demak, buni ham siz ishlatib ko'ramiz. Demak, qaraylik. Demak, tepada ma'lumotlar berilgan to'g'ri chiqyapti. Pastda qaraydigan bo'lsak, butunni bo'lish bo'lgan 3 butun qismi, pastda esa qoldiq qismi hisoblab chiqarib beryapti. Va arifmetik amallarga yana bitta misol qo'shishimiz mumkin. Demak, darajaga oshirish. Qanday hollarda darajaga oshirsak bo'ladi? Oshirish mumkinligini hozir yozib ko'ramiz. Demak, printdan birdan foydalanamiz. Print deymiz. Demak, uchiga kommentariy yozamiz. 2ning masalan 3-darajasi. 3-darajasi. Deylik. Chiqarib ber bizga deymiz. Demak, formulasi qanday bo'ladi? Demak, 3 ikkita izlashga foydalansak maqsadga muvofiq bo'ladi va natijamizga chiqarib berish kerak bo'ladi. 8 degan natija chiqarib berish kerak. Demak, ishlatib ko'ramiz. Nima natija olyapmiz? Endi bu yerda ko'rishingiz 2ning 3-darajasi bizga aytayaptiki 8 deb qiymat qaytaryapti. Demak, bularda hammasi demak Pythonda arifmetik amallar bajarishga misollar bo'ladi va o'sha holatda bizlar bajarib ishlashimiz mumkinligini ko'rsatadi. Qisqacha darsimiz o'sha haqida edi.